Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi aziz obunachilar. Va oxiri nihoyatda assalomu alaykum. Yaxshimisilar? Qadrdonlarga olib keldik. Qadrdonlar bilan suhbatlashib. Qadrdon, u nimadan olingan? Hozir bir kishi bo'laman shoshmay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormanglar. Oxiri vaqtlar top keldi yoki. Assalomu alaykum jigarim. Charchamasdan. Assalomu alaykum. Zo'rchiga kelgan. Assalomu alaykum. Bojon, sog'lik yaxshimi? Alpomuz tomoni qanday mazalaringiz? Bojonimlar qanday? Zo'rmi? Sog'lik yaxshimi? Tinchimisiz? Shukr. Allohga shukr. Assalomu alaykum. Hurmatli azizlar, kimni ko'ryapman? Assalomu alaykum. Ko'zlar sog'lik yaxshimi? Alloh Ko'zdey. Yarim zo'rmi? Sog'lik yaxshimi? Assalomu alaykum. Hurmatli azizlar, obunachilar. O'zingiz Qattiq ketyapti bularda bori. ishlayapsizmi? Bilan bo'shatmaysiz. O'zingizni qishlog'ingizda qo'yib yubormaysiz. Ko'pmi? Qiynalganlar? Hurmatli azizlar, tomonlari bir, 2, 3 zo'r ekan bilan proyekt. Katta proyekt. Azizlar, juda bir chiroyli ish boshlashdi. Alloh rozi bo'lsin. Bu tomonlarni qaranglar mana. Voy, malades. Maşallah. Bular ishlari buncha. Odamlar ham tajam. Zo'r, o'z qanday aka? Sog'lik yaxshimi? Tanjoningiz sog'mi? Siz kanal oching dedingiz-ku. Oching. Mana kanal ochildi. Ketganmizga. Men xursandman. Rahmat aka. Like bosing, suv Haydarov Akmalni qo'llaylar azizlarim. Rahmat. Haydarov Akmalam yaxshilik uchun ochdim. Rahmat. Yaxshi odamlar uchun, hali yetim bechoralar uchun yog' un beray deb nima Albatta, yaxshilik uchun ochdim. Rahmat jigar. Bu tomonni ko'rsam bo'ladimi jigar? Bemal akajon. Gap yo'q. Mashallah, juda zo'r. Bularni o'shanolari proyektlar juda shinamanda proyekt ekan, lekin juda chiroyli. Mashallah. Gap yo'q lekin. Hojdoda nima deyapsiz? Egalariga buyursin. Hojdoda mazasi yo'q. Nima bo'ldi? Hojdoda bizlar issiq-ku. Ha. Damlatishib ketdi. Ya. Damlatishib Shuning uchun aytyapman, hojona, mana kuzatib turgan bizni qadrli obunachilarimiz, mana Akmal akamni kanalida kuzatib turgan qadrli obunachilarimiz, meni kanalimda Akmal akamga o'tmagan obunachilar, Akmal Haydarov kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysa, Akmal akamdagi Akmal Haydarovdagi Dadajonov TV kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysa, obunachilarimiz ikkala kanallar ham mana barcha kanallarda ham hech bo'lmasa bir donadan 6000 ta obunachi bo'lsa, bir donadan yana bittadan obunachi qo'shadigan bo'lsa, bu degani 12000 ta obunachi bo'ladi degan. Bu bir kunda bo'lish mumkin bo'lgan ishda bu. Agar kimdir ko'rayotgan bo'lsa, hafsala qilib, shunga chin dildan bir yordam beradigan bo'lsa, bir kunda 12000 ta bo'lishi mumkin. Albatta bu yaxshilik sari, yaxshilikni ortidan bo'lgan bir yaxshi bir yordam bo'ladi inshaalloh. Avvalo barakasini, hayriyotini bersin, sonidan ham ko'ra inshaalloh. Lekin shunaqa niyatimiz bor. Mabodo ko'rib turganlar bo'lsa, bir donadan bo'lsa ham iltimos obunachi qo'shinglar. Juda ko'p obunachilarimiz kecha efirda yozishdi. Men butun qarindoshlarimni, oila a'zolarimni hammani obunachi chiqdim deb yozayotganlar bor. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Hamma o'zini reklama qilyapti. Akmaljon men ham reklama qilaman. G'ojomol yaqin kanaliga o'tinglar azizlar. Ifrouz kanali yopildimi degan bugun eshittirish ketadi. Bir ko'ringlar. Inshaalloh. O'zlaringni fikrlaringni aytasizlar, xudo xolasa. Bugun Mehr Ko'za kanalida zo'r video chiqadi, xudo xolasa. Tayyorlayapmiz. Hojiboy bilan birga o'tirib olib, umuman boshqacha fonlarda, boshqacha montajlarda bir go'zal video chiqadi. Hojiboy alohida kanallarda videolar chiqarishni nimasini olyapti hozir.
ba'zi hali kamchiliklarni to'g'ri o'rganyapti hozir hoji buva. Hammamiz ham o'rganuvchimiz. Albatta, xudo xolasa bugun Mehr ko'zda kanaliga o'tib ko'ringlar. Video zo'r chiqadi. Hoji buvam lekin Ham yotaman 29 ming bizdan zo'r montaj qilyapti ba'zi aka ko'ryapsiz. Ba'zida. Ha, bizdan zo'r montaj qilyapti hoji buvam. Men qo'yib qo'yaman, gap yo'q lekin anonda. Anonlarda borib video qilgan joylar bor-ku. Ha, borgan joylarni. Juda chiroyli montaj. Lekin asosiy videoda gapni mazmunini yetkazib berish bilan aka bu videoda. Shuda biz lekin u darajaga yetishimiz uchun ilmimiz hali yetarli emas-da. Rosa ko'p kitob o'qishim kerak. O'sha sizlarda nimalaringa Sarosiyaga borgandagi olgan videolarimiz bor. Anchagina videolar qayerda to'xtab o'tgan bo'lsak, hamma joylarda olganmiz. Asti bittadan qo'yib chiqishga harakat qilamiz endi. Xudo nasib qilsa. Ko'p qo'yilgani yo'q, ha? Ko'p qo'yilgani yo'q turibdi-da, endi Xudo xolasa qo'yaveramiz hammasi. Inshaalloh. Hurmatli azizlar, Dadajon TV xalqaro kanaliga o'tib obuna bo'libsizlar. Mana shu o'zimizning ukamiz, qadrdonimiz, ikkalamizni yo'limiz ham bitta yo'nalishda kelayotgan Mehr ko'zda kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Tanjonlari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ukalarimiz duo qilinglar. Hech bo'lmasa qo'ldan hech narsa kelmasa ham biz haqimizda shu qilayotgan ishimiz haqida duo bersanglar ham duoda ham gap turibdi. Shu bugun kelishgan aniqlashda mazat bom qayerga ketdilar? Men bomdan bitta duo olib ketaman deb aniq qildim. Hojibomdan. kerak. Ish to'xtab qolmasin. Kelgan azizlar bizni Namangandan bir og'iz aniqlik iltimos qildik. Yo'lda masofiyam tog'amiz borlar. Tog'am keling. Haqlariga duo qilib qo'ysizlar, videoga tushirtirmay Akmaljon. Raqamga duo qilib qo'ysa bo'ldilar. Arzimagan pulga bizni aylantirib olib ketyaptilar-da. Alloh razı olsun. Rahmat, Alloh razı olsun. Siz nomberda bergan bolaga, voy balandga Qancha bolaga? qanchadir Hozir, ha. million pul tashlayman dedi. Ha, yo'l kelgancha Rustam akamgadir nomer bergan ekan, biz уже ancha o'tib ketgandan keyin telefon qildilar. Nomerni tashlab ketaman, kartani tashib qo'yasiz. Ehsoni bor ekan. Qanoq qo'yishadi. Mana nimadirlar beraman dedi. Alloh razı olsun, rahmat. Mana qadrdonlar, faqatgina Allohdan umidimiz bor. Alloh o'zi mana qalblarga, dillarga solib, o'z oyoqlari bilan mana kelaveradi qadrdonlar. Shuning uchun qalbimiz xotirjam. Bir ishni Allohdan so'rab boshladik. Inshaalloh Alloh o'zi yetkazguchi. Kuzatib duo qilib turinglar, xayrixoh bo'linglar. Alloh o'zini yo'lidan adashtirmasin. Iymonimizni salomat qilsin qadrdonlar. Amin. Kelgan mehmonlardan bugun juda ham xursand bo'ldik. Boshimiz osmonga yetdi. Shunaqa kunlarimiz bundan-da ziyoda bo'lib ko'payaversin. Qilayotgan ishlarimiz o'zi fayzli bo'laversin yana ham. Amin aytgansiz. Hurmatli azizlar, o'tgan safar shu yo'lda kelolmay qolganimga juda xijolat bo'lib, ichim boshqacha bo'lib qolgandi. Shunday bitta mashinadan shunday azizlar, shunday vaziyat bo'ldi, shunday bo'ldi. Lekin inshaalloh Xudo xohlasa, Xudo xohlagan kun o'taman dedim. Hali uzoqqa ketganim yo'q. Surxondaryoga ketmagan yerga qaytib kelish nasib qildi. Dilimga solgan ekan. Ukam ko'rmaganmiz, o'zim boshqacha bo'lgandim. Alloh bugun yetkazgan ekan. Rahmat amalaringizga, ishlaringizga, rahmat ekan. Kelgusi ishlaringizga ham omadlar tilab qolamiz. Alloh sizlar bilan birgalikda. Bizi Faridon Hoji bobo qanday endi siz olib ketib? Ha, endi Hoji bobom Surxondaryoda bilasiz, issiq kun. Mazar qochib qoldi. Davlari 150 ga 170 bo'lib qoldi. Men to'g'risi o'zim Talib qoldi. ha, shunday issiqqina bo'lib qoldi. Sirada Sharg'ingan doktorga borib, ikkita ukol qildirib o'ziga olib kelib, qaytarib mahallamizga bir professor Akmal doktor degan. Shu kishiga olib kelib, ollariga o'tirib, damlar ko'tarib ketgan u kishi ham bildirmas doktor odam. Asta yo'llarga kirib gapirib, boshqa qilib, ikkita ukol qilib, qo'llarga yana dori qo'llarga 4 kun uyga ukol qildik. 5-chi kundan beri olib kelib uylarga adam ayoqda yurgan odam o'tib qoldi. Men qo'rqqanimdan o'zim ham birga keldim. Olib borib uylarga qo'yay. Ana bu qolmasinlar deb. Qaytaman desam, bilet 23 ga bor ekan faqat. Shuning uchun 23 ga kelganman. Yaxshi bo'pti aka, biletni shoshilib olib, hali joy, mayli mana shu joyda ketaman deb qiynalib ketganda bemalol olib qo'yib, xotirjam ketgan ham yaxshi. Zarur ishingiz emas aka. Keyin biz ham xursandmiz. Shu yerda ekansiz. Rahmat. Nasib bo'lsa nasib hojibam bir 10 kun mana yotibsalar Bansaga. Askanonga to'g'rilari bir uzoq Rossiyadan bir akaxonim bordi. Shu Namangandan telefon qilsam, anaqa Kogonga shu sanatoriy borjoyga yaqin joyda turar ekanlar. Aka shunday desam, Hojiboga shuni pitovga qilish kerak, dam olish maskan desam, bo'ldi ukajon dillar nasib bo'lsa nasib 10 kun davolanib ketildi inshaalloh. Inshaalloh. Alloh shifo bersa, hammamiz biz bilan birga Hojibam. Hech kimdan bunaqacha xafachilik, boshqachilik joyi yo'q azizlar. Kimdir mana Allohimiz shifo bersin.
Azizlar, Hojibom haqida, biz haqimizda Abdurahmon, Rustamjon haqida har kim 5 xil bir xil emasda. Unisi u deyapti, bunisi u deyapti, o'rtani bizga harakat qilishyapti, lekin biz o'zaro biz baribir biz olmaysizlar, buni ochiqdan aytib ketamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham biz hammamiz bitta jamoamiz, bitta komandamiz. Noto'g'ri fikr bildirib, o'rtaga g'iybat qilib, kelgan ko'zlaringizni gunoh orttirmanglar-da xullas. Nima bo'lgan taqdirda ham. U oldingi videolarga ham bular shunday boshlagandir, quchoqlashib Rustamjon meni yelkamda itib olgan, aka sen bor nariga, mana shunaqa qilgansan degan yo'q masalan. Videoda ham o'zlari aytib o'tirdi, Rustamjon aytdilar, qani o'rtamizdan o'yoq. Akmal aka, uzr gapingizni bo'ldim. Siz ham bunaqa kommentariyalarga e'tibor bermang aka. Siz e'tibor bersangiz, siz o'ylayotgan narsalar bo'ladi. Xudo xolasa biz ham e'tibor bermaymiz. Shunday qilamiz azizlar. Hurmatli azizlar, bizni kuzatib boruvchilar, hammalaringizga rahmat. Bugungi qadrdonlarni 4-seriyasi bilan tugatmaymiz biz. 5-ga davom etamiz. Rahmat, omonlaringni ber. Hojibom kelib, Hojibom, sizdan duo olaman deb, shu efirda ko'proq gapirib turibman deb bitta duo bersangiz. Ya'ni u efirda ko'rganlar, duo bermadim sizlar, kelib duo berasiz endi. Hozir to'g'ri borishlaring o'shanga bo'ladimi? Telefonga yetib qolamiz, o'sha yerga tushsalaring. Otamjonga ayting, o'tgan safar ham bordik ketgan ekanlar. Mazasi bo'lmay qolgan ekan, videoda ko'rdingizmi? Girib bo'lib ancha qiynalib. Ha. Anonga bordim aka dedilar. Otamjon ancha qiynaldim girib bo'lib. Men bilishimcha sizlar borgan kunga, borgan vaqtga u ham mana shu uyda girib bilan ovora bo'layotgan ekan. Ancha urishibdi, aytish bo'yicha. Oxiri bo'ktirib qutuldim deyapti. Jannat bog'chalarida bir bog'cha qilgan. O'zing suygan solihlaring qatorida qilgan Allohim kelimalarini obod Moskvadan ona Tojikistonga, Tojikistondan O'zbekistonga, O'zbekistondan Abdurahmonjonni oldiga. Moskvadan kelyapsiz, hozir? Moskva emas, Surgutdan. Surgutdan. Tojikistonga, Tojikistondan bu yoqqa keldik. Alloh rozi bo'lsin ojona. Bosgan qadamlaringizni ajr savobini Xudoim to'ldirib, ziyodasi bilan bersin. Juda xursand bo'ldik. Buni qilib hammaga ham emas, kelib Alloh diliga solmasa qiyin-da ojona. Alloh rozi bo'lsin. Inja joylardan qani qadam demasdan, yurgan yo'llarini yo'l demasdan, hech bunday bir nonda emasda, hammada emasda aytganingiz. Mana shuncha yo'lni shunchaki kelib duo qilib kelsangiz ham ko'nglimiz ancha ko'tarilardi, lekin shunda ham quruq kelmabsiz, ehson beryapsiz. Ehsoningizni ham Xudoim o'rnini to'ldirib qaytarsin, ziyodasi bilan inshaalloh. Juda xursand bo'ldik hojona, boringizga shukur. Alloh rozi bo'lsin. Nimaiki murodingiz bo'lsa, Xudoim o'zi yetkazsin. Amin. Ishlaringga muvaffaqiyat. Rahmat. Obunachilaringiz ko'paysin, sizda ham Inshaalloh. yaxshilarni qatorida bo'linglar. Rahmat. Duo qilib turinglar sizlar ham. Duo qilamiz, albatta. Hojibom, chiroyli duo bersangiz. Sizlar power bo'lib yana keldilar. Bismillahirrohmanirrohim. Ey Alloh, mana shu kun Akmaljon ukamiz, mana hojilar Tojikistondan mana shu jannat makon Dadajon TV kanalini shu jannat makon proyektiga yetishib ketdi. Har bir bosib kelgan qadamlarini Alloh o'zi qutlug' qilsin. Amin. Barakotli qilsin. Amin. Ularni nimaiki yaxshi niyatlariga Allohning berishganiga yetkazgin Allohim. Shu ukalarimizga ham o'zini obunachilari ko'payishlikda, shunaqa ishlarni bardavom bo'lib ko'p birgalikda qilishlikda Allohimdan so'rab qolamiz. Bilib-bilib sabira kabira gunohlarimizni mag'firat qilgin, o'zingdan begona qilib qo'ymagin. Barchalarimizni iymonimizni o'zimizga hamroh qilib, chiroyli mashnaqa yo'llarda yurishlikni barchalarimizga ravon ravshan aylagin. Allohu akbar. Rahmat sizga Hojibom. Rahmat azizlar. Bizni kuzatayotganlar keyingi proyektimiz endi nasib. Otamjon akamdan bilan. Qadrdonlar